Ovozliq kitob Abdi Tali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda Rus yozuvchisi Nizi Biryokovning Choyka nomli tarixiy romanini anglatishni boshlaymiz. Bu kitobni Rus xalqining sodiq qizi Liza Choykaning porloq xotirasiga zo'r muhabbat bilan bag'ishlayman. Birinchi qism. Qaynagan yurak. O xuddi quyoshdek, balki quyga bo'lgan ulug' muhabbat mash'ili bilan yo'rg'an o'rmon jimjit bo'lib qoldi. Qorong'ulik bo'lsa, nurdan qochib, o'rmonning yiroq ichkirisidagi sesiq patqoqlikqa mo'kindi. Odamlar hayron bo'lishqinidan toshdek qaytib qilishdi. Yuringlar deb varqirdi Danko va nur chechib turgan yuragini egiz ko'tirib oldiga o'tdi. Yuragi bilan odamlarning yo'lini yo'rtib oldiga yugurdi. Birinchi bob.